Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizga xush keldinglar. Bugungi programmamizda Turkiyaning Istanbul shahrida yashab turayotgan vatanparvar shoirlarimizdan Seyit Nisa Luqman xonim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Seyit Nisa xonim, siz shu 5-yil voqeasiga qanday qaraysiz? Bu vaqtdagi o'z ko'z qarashlaringizni biroz televizor ko'ruvchilarimizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu qitimqi 5-iyuldagi vaqa Xitoyniki o'zining qanchalik vahshiy, qanchalik qotil, qanchalik qonxumar bo'lganligini xarakterini dunyoga yana bir qitim oshkorladi. Xitoyni tanımagan millat buning bu qitimqi razilligininki qotilligining qonga ne qadar amroq bo'lganligini yana bir qitim ko'rib o'tgan bo'ldi. Biz Uyg'ur xalqi, biz unutilib ketgan bir millatlik dunyoda bizni tanımaganlar bu qitimqi vaqa bilan Doğu Türkistan'da bilmaydiganlar bildi. Uyg'ur xalqini anglab bakmagan, Uyg'ur xalqini bilmaganlar bir qitim bildi. Xitoy zolimlarniki ne qadar razil, ne qadar qotil, jallat bo'lganligini butun dunyo o'z ko'zi bilan ko'rdi, o'z qulog'i bilan tuydi. Bu vaqaning o'tirg'i chiqqani nihoyat obdan bo'ldi. Chunki bizning xalqimizniki ko'rgan zulmini bir Allohdan boshqa, biz o'zimizdan boshqa hech kim ko'rmagan. Bu qitimqi vaqada millatni o'yg'atmak, millatninki Xitoy jallotlari bo'lgan o'chmanligini, intiqom tuyg'usini texmi o'yg'atdi. Gerçi biz ziyon tortdik, ammo ruhiy tarafdan biz jiq foyda oldik. Chunki millatimizning ruhi juyildi, temizlandi. Demak, vatan to'prog'ini qon bilan temizlatmakdan boshqa hech qanday yo'lning yo'qligini his qildim. Ben Xitoy jallotlariga bo'lgan qahri g'azabimni she'r orqali ifodalash bilan buni sizlarga huzuringizga taqdim qilishni tushundim. Seni ey klassik qotil Xitoy, qotilliging yutqay seni. Sen ichgan shu qoni yosh zahar bo'lib tutqay seni. Mazlumga qilgan vahshiyliging lahang bo'lib yutqay seni. Saxtılık hilgarligin çayan bolup çakkay seni, namussuz pasıklığın külkebi tozutqay seni. Digentin öz tarixinde izildik Üççön tağının astıda, amma bizni aldın özengdak bir kara tağının astıga. Kaldık bugün biz vahşilik kem zulüm teğinin astıda, akıbet özen kılarsan kısas teğinin astıda. Bizge qilgan jallatliging ham tag bo'lib azgay seni. Chunki inson bo'lmagansan, insoniyatga haqorat aylading. İnsanlıkning javhiri haqqoniyatni dassab chaylading. Bo'lg'atqsan hayvondan battar adolatni dafsanda aylading. Haqqa oshiq bir millatga asoratni ravo aylading. Qılgan aşu zalimligin cehennemge atqay seni. Bu dünyada en güzel cennet-ü rızvan ülkede, başladın katilliğini seni yaşatkan ülkede, taşı toprak kanğı toldu bu şehidan ülkede, tağ partiler kahru gazaptın yangıngı tolgan ülkede, bizge qilgan zulüm külpet ateş bulup yakkay seni. Tarix guvadır asır boyu kanğı toymaz aç gözlügün. Aldamçılık, bulangçılık, işgalçılıkka düşkünlügün. Faşistlik hem vahşilik yaşaştaki her şunluğun. Güçlükten ölgüde korkup acizgi qılgan kanxorluğun. Ahiri balayı afet garga atkay seni. Uxlamay körgen şundur dünyani qılmakka kamal. Mazlum elni kul qilishqa qilsang mu herdem şum xiyal. Özünü mengu hüküm dep eylisang mu ham xiyal. İlahi güç bergey sana an korkunuç dehşet saval. Hakkı qılgan qar yüzlügün falaket darga asqay seni. Kargı gelmez rezilligin hem melulluğunun kalkını, g'arq qilg'isi sendek yavuzni ahu beryat taşqını, kül qilg'isi sen qanxumarni intiqamning yang'ini, taqdiring vayronilik ham yer birli yaksan qalg'ini,
Jallatlig'ing halokatlik yo'qolishga atqaysini. Xitoy kommunistlari 60 sanadan beri bizni har xil yo'llar bilan ezib kelgan bo'lsa-mu, millatga ro'yi tarafdan, ya'ni siyosat orqali millatning ro'yini har tarafdan qamal qilib bizni ezib kelgan bo'lsa-mu, ammo hozir qadar jallodligini uncha ular oshkor qilmagan. Yani her taraftan harakat orqali, har xil siyosiy harakatlar orqali Uyg'ur xalqini yo'qotishga uringan bo'lsa-mu, ammo biz Uyg'ur xalqining jasoratini bu qadar ko'rib boqqan emas. Ammo bu 7-oyning 5-kunidagi voqeada Uyg'urlarni xomxiyol chog'lab bizga hech nima qilolmaydi deb o'ylagan. Ammo Uyg'ur xalqininki ichidagi o'ziga bo'lgan g'azab, nafrat, o'ziga bo'lgan qattiq intiqom tuyg'usini yana bir qitim ko'rgan bo'ldi. Ammo bizni qanchalik qirg'in qilgan bo'lsa-mu, qanchalik qatliam qilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur xalqining ro'yidagi milliy o'chmanlik, milliy intiqom, o'z vataniga bo'lgan sodiqlik, o'z diniga bo'lgan sodiq vafokorlikniki kuch qudratini yana bir qitim ko'rgan bo'ldi. Gerçi bizni yo'qotish mumkin, ammo milliy ro'yimizni asla yo'qotolmaydi. Bizning milliy ro'yimiz barkan, Allohga bo'lgan sodiqligimiz barkan, dinimizga bo'lgan, Qur'onimizga bo'lgan dushkunligimiz ham uningga bo'lgan qalbimizdagi sodiqlik barkan, bizni buningdagi sonimizni yo'qotsimi, ammo ro'yimizni texmi kuchlantirdi. Buning uchun Xitoyniki bizni butunlay yo'qtiman degani butunlay xomxiyol. Hergiz bizni yo'qotolmaydi deydigan bir umidvorligim bor. Balkim Uyg'ur xalqining ichindami bu qadimgi qonliq voqeada uxlayotgan g'aflat yotganlarni bir qitim uyqudan g'aflatdan uyandirdi. Millatni taxmi o'zining millatiga bo'lgan, vatan to'prog'iga bo'lgan sodiqligini, vafokorligini, vatanparvarlik ro'yini taxmi yuksaltdi va uyg'otdi. Bu harakat bizning Xitoy bizni qanchaki qirg'in qilsa-mu, qanchalik zulm qilsa-mu, zalimning qanchalik zulmi varsa, mazlumning u kadar ahi vardır. Bizning intiqomimiz buningdan texmi kuchaydi. Hem bu qadimgi voqeada Uyg'ur xalqining ro'yi bir qitim juyildi, paklandi. Biz vatan toprog'ini qon bilan olamiz, nobosimizni qon bilan pokizlaymiz. Bu harakat yani buningdan yana har xil harakat bilan bizni ezishga, qat'iy qilishga balkim tayyorlik qilayotgandir. Ammo bizni yo'qotish mumkin emas. Çünkü bizning yanımızda Allah var, Kur'an-ı Kerimimiz var. Bizdeki milli ruh, milli vatanparvarlik varken biz en ahirde vatanın toprağını Xitoy işgalçılarının kutkuzup bayrağımızı bir gün vatanga qadaymiz deydigan bir umidvorligim bor. Hürmetli Sidnisa Hanım, siz yakından bu yan, yani bu Xitoy hükümetinin Uyg'urlar üstünden elip berayotgan qirg'inchilikqa qarshi ko'plagan she'rlarni yozib kelyapsiz, ham bu yerlarda e'lon qilinyapti. Bu she'rlarni yani qandaq bir sharoit ostida yani yozasiz, bu haqda biraz to'xtalgan bo'lsangiz. Men mamlakatda Xitoylar bilan barabar yashab, ular bilanki bosqisi altında yashaganligim uchun azaldan Xitoyga bo'lgan g'azab nafratim har narsadan nihoyatda kuchli bo'ldi. Bu qitimki Xitoyning qirg'inligini men bu yangilik deb qarmayman, chunki tarixdan beri bizga qilib keldik. Ammo eng vahshiylikni bu qitim o'zi dunyoga o'zining vahshiy xarakterini, jallodlik, qotillik, ichki his tuyg'usini, ichki o'zining qandaq bir millat bo'lganligini dunyoga oshkorladi. Xitoyga bo'lgan bu qotilliklar, mamlakatdagi qirg'inlikni garchi ko'zim bilan ko'rmagan bo'lsam-mu, bu yerdagi televizyondagi o'lgan şehitlerimizdeki jasadlarını, tökülgen kanını ko'rgandan keyin men azaldan yuragimdagi ularga bo'lgan g'azab nafratimni bunun bilan birlashtirib yozib chiqdim. Burunmi mamlakat yozishni o'ylagan, ammo imkoniyatimiz, sharoitimiz yo'qdi. Chunki hammamiz bilamiz, u yerda undaq bir og'iz Xitoyga qarshi gap qilish mumkin emas. Onun için gerçi eğer bu şiirini vatanda yazgan bo'lsam, millet bu şiirlerimni anglagan bo'lsa, mening bu şiirlerimni milletga bir texmi jasoratlantirish, Xitoyga bo'lgan g'azab nafratini texmi kuchaytmak uchun, g'aflat yotganlarni uyg'otmak uchun yozgandim. Ammo bu she'r vatanga boramidi, ammo miyadagi millat va boshqalar orqali bu
internet orqali dunyoga e'lon qilindi, ammo mamlakatdagi xalqim angladimi, anglamadimi uni bilmayman. Ammo mening qalbim hech qachon to'xtab qolmaydi. Son nafsimga qadar bu she'r yozishni men davom qilaman. Mening bu she'rlarim Xitoyga qarshi bir jang e'lon qilish, ya'ni bir ma'naviy savash e'lon qilish, urushish, Xitoyning yuragini titratish, ularga bo'lgan millatimning g'azab nafratini, intiqom, qisos tuyg'usini taxim kuchaytirish ham ularga to'ntish uchun men bu she'rlarni yozishga majbur. Rahmat Setisa xonim. Sizce hazır şu Türkiye hükümetinin şu Uygurlarga nisbeten kılıvatkan gamkorluğunu yeterlik dep qaramsız. Bu haqda biraz to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Türk hükümeti eğer qo'ldan kelsa bizga askar kirgizishni arzu qilgandi deb tushunaman, ammo Türkiye'nin boshida bir sürü dard var. Çünkü ular bizni bu qadimgi qatliamda gerçek bir jasorat bilan qatliam, yani soykırımı degan gapni bizga bütün dunyoga oshkor, biz Türkiye hükümetinin bu lafning chiqishi bilan bizga destek berganligini, bizga ne kadar qarindoshlikni ko'rsatganligini o'yladim. Agar ularning qo'lidan kelsa Xitoyga qarshi bir askar kirgizib urush qilg'isi bor, ammo Türkiye'nin boshida Kürt masalasi, yani PKK bilan urush masalasi bo'lganligi uchun Türkiye bizga yardım etsa, Xitoylar Kürtlarga yardım etish orqali qilman deb ularni tahdid ostida bo'lganligi uchun bizga boshqa bir narsa qilolmaydi deb o'ylayman. Ammo ularning yuragini biz tushunamiz. Jon ko'ngli bilan bizga yordam qilg'isi bor, bizga jiq shafqat, marhamat ko'rsatyapti. Bu qadimgi qatliamda Turkiyaning har qaysi viloyatlarida, masalan Erzincan, Erzurum, Konya qatorliq viloyatlarda ayni bizga o'xshash namoyish qilib Xitoyga qarshi qattiq g'azab nafratini bildirdi. Bunun qaraganda Türk xalqining, Türk hukumatining bizga bo'lgan shafqat, marhamati va yaqinlik his tuyg'usining, qon qarindoshligining qanchalik yuksak bo'lganligini ko'rdim. Ko'p rahmat sizga. Zaynira xonim, o'sha Erik televiziyasi orqali Uyg'ur xalqiga aytgan qanday bir yurak so'zlaringiz bor? Bizning xalqimiz azaldan qahramon millat, jasoratlik millat. Diniga, Allah'a, Kur'an'a en sadık bir millet. Yani vatanga bo'lgan mehr muhabbeti nayeti güçlük bir millet. Bu qadimki katliamda halkımızın güç kudretini, jasoratini, vatan toprağına bo'lgan, bayroqiga bo'lgan qanchalik sevgi muhabbetini obdan ko'rdim. Gerçi bir insan bo'lsa-mu, televizyonda ko'rdik, Xitoy askarlarining oldiga, yani qo'rqmadan ketib, tanklarning oldiga bir ayolniki kökrak gelip mangallıqını görüp ben bu milletimden nahayet ümidim takımı güçlendi. Takımı milletimde ümit bağken, cesaret bağken, kelgüsüdeki vatanın müstakilliğine, bayrağına bağlan sevgi muhabbetinin qanchalik güçlükligini, işençinin qanchalik yüksekliğini gördüm. Bu cesaret, bu sevgi muhabbet mengu tügümeydi deb o'ylayman. Bırak o'g'alligini yana bir qitim ko'rib o'tgan bo'ldi. Biz Uyg'ur xalqi, biz unutilib ketgan bir millatlik, dunyoda bizni tonimaganlar, bu qitimki voqea bilan Doğu Türkistan'da bilmaydiganlar bildi. Uyg'ur xalqini anglab bakmagan, Uyg'ur xalqini bilmaganlar bir qitim bildi. Xitoy zolimlarniki ne kadar rezil, ne kadar qatil, jallat bo'lganligini bütün dünya o'z ko'zi bilan ko'rdi, o'z qulog'i bilan tuydi. Bu voqeaning o'tirg'i chiqqani nihoyat obdan bo'ldi. Chunki bizning xalqimizniki ko'rgan zulmini bir Allohdan boshqa, biz o'zimizdan boshqa hech kim ko'rmagan. Bu qitimki voqeada millatni o'yg'atmoq, millatningki Xitoy jallotlari bo'lgan o'chmanligini, intiqom tuyg'usini taximi o'yg'atdi. Gerçi biz ziyon tortdik, ammo ruhiy tarafdan biz jiq foyda oldik. Chunki millatimizning ruhi juyildi, temizlandi. Demak, vatan
5. yol vaqasiga qanday qaraysiz? Bu vaqtdagi o'z ko'z qarashlaringizni biroz televizor ko'ruvchilarimiz so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu qitimqi 5 iyuldagi vaqa Xitoyniki o'zining qanchalik vahshiy, qanchalik qotil, qanchalik qonxumar bo'lganligini xarakterini dunyoga yana bir qitim oshkorladi. Xitoyni tanımagan millat buning bu qitimqi razilligininki qotilligining qonga niqadar Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz xush keldinglar. Bugungi programmamizda Turkiyaning Istanbul shahrida yashab turayotgan vatanparvar shoirlarimizdan Seyit Nisa Luqman xonim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Seyit Nisa xonim, siz shu